Mana bu videoni yaxshilab tomosha qiling. Jay Matali. Jay Matali. Bu videoda Lionel Messi Vishnu Devi ibodatxonasiga tashrif buyurganligi, unda Jai Mata Di degan iborani ishlatilganligi eshitiladi. Bu ibora sanskrit tilidan tarjima qilinganda ma'budaga shon sharaflar bo'lsin deb tarjima qilinadi. Ya'ni ko'proq diniy marosimlarda ishlatiladi. O'tgan safar biz Lionel Messi haqida ozgina tanqidiy mavzuda video o'rgandik. Lekin u videoning tagida ayrim ota-onasidan tarbiya olmagan manqurt befarosatlar yomon so'zlar bilan kommentariya qoldirgan. Ularga qarata murojaat qilmoqchiman. Men o'zbekman, musulmonman, sizlarning birodarlaringman. U esa g'ayridin, sizlarning qarindoshlaring ham emas. Menimcha dadalaring bo'lmasa kerak. Nimaga uni deb meni haqorat qilasizlar? Na bu dunyoylaringga, na u dunyolarga hech qanaqa foyda keltirmaydi-ku. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytadi: "Yo Lionel Messi bilan birga qiyomatda saf tortmoqchimisizlar?" Men o'zbekistonlik futbolchilarning muxlisiman, musulmon futbolchilarning muxlisiman. Bu borada hech qanaqa gap so'z bo'lishi mumkin emas. Na Ronaldo, na Messining muxlisi emasman.